Taxta ko'prikdan 80 metr kvadrat 3 xonali mana shu kvartiramiz endilikda sotuvda. Zamonaviy lift bilan jihozlangan taxta ko'prik eski Somon bozorining o'rniga tushgan mana shu 10 qavatli novostroykamizda 9-qavatdagi kvartiramizni sizga ko'rsataman. Eshikdan kirganimizda oshxona planirovka qilishgan ekan. Kir-yuvish mashinalari, bu tomonda kattakon xolodilnik, hamma narsa tayyor holatda. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hammasi mavjud. Kirganimizda ovqatlanish uchun alohida joyini ham qoldirib ketishibdi. Endi esa asosiy xonalarimizga birma-bir kirib chiqamiz. Eshikdan kirganimizda bu tomonda oshxonadan chiqqanimizda prixoshka mebel o'rnatishgan va bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamizni mana shu yerga joylashtirib ketishgan. Uyimizga yaxshi kacholani o'rnatib qo'yishgan, to'liqligicha topli pol plus batareya registrlari yordamida isitiladi. Bu xonamiz ham ikkita bola uchun shkaflargacha hamma narsasini tayyor holatda turibdi. Uyimizga bitta kiyim bilan kelasiz, yashayverasiz. Alohida suhbatlashib o'tirgan joyimiz, bu tomonda oynalarimizni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Bu esa mehmonxonamiz. Mehmonxonamizda alohida o'zini balkonlari ham bor. Yumshoq mebellarni qarang chiroyliligini. Kamiga kattakon televizor, konditsionerlargacha o'rnatib qo'yishibdi. Men aytib o'tganimdek, kelasiz, yashaysiz. Planirovka esa oilaviy yashash uchun juda ham zo'r. Chunki bu yerda umumiy sanozilimizni ko'rsangiz bo'ladi. Ichkarida esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanozil bilan bo'lgan. 3 xonali plus 2 ta sanozildan tashkil topgan. Kattalar yotoqxonasi ham mana shunaqangi yumshoq mebellar bilan jihozlangan, kattakon televizorlari bor. Umuman olganda spalniya uchun nima maksimal darajada bo'lishi mumkin bo'lsa, hammasini joylashtirib ketishibdi. Bu esa navbatdagi qismimiz. Kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz sanozili gold ranglarga juda ham urg'u berib qo'yishgan ekan. Alohida garderob uchun joy ham qoldirib ketishibdi. Xonadonimiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta yurachini qizartirib qo'yasiz. Ushbu joyimizning narxini hozir pastda aytib o'taman. Kvartiramiz notariusga tayyor holatda barcha kadastr hujjatlariga ega. Narxi $59,500. Ozgina o'tib beradigan joyi ham bor. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib shu tayyor kvartirani sota olsangiz bo'ladi.